ayol nomidan. Menimcha, hech bir ayol o'z hayotida biror kun qimor garoviga aylanishini tasavvur qilmasa kerak. Ayniqsa o'zi eriga sodiq, or-nomusli, xonadoniga mehr bilan qaraydigan bo'lsa. Lekin o'sha kecha men aynan shunday holga tushdim. Javlon erim meni mehr bilan sevadigan, lekin qimorga to'xtovsiz ruhi bog'langan erkak. Avval kichik o'yinlar, keyin katta summalar va oxiri men bu haqda faqat ertalab bildim. Ko'zlarimni ochganimda u menga qaramasdi ham. Uyalardi. Kechir, Maftuna. Men o'zimni yo'qotdim degan so'zlari bilan yuragimni tirnab tashladi. Kimga, dedim qattiq ohangda. Sardor. Yuz-ko'zi sovuq emasdi, hatto jozibali ham edi. U menga boqib jilmaydi. Men sizni olib ketmayman. Faqat siz bilan bir kecha suhbat, ko'z, his va ehtiros. Shart shu, dedi. Men titradim. Nafrat emas, qo'rquv ham emas. Balki qandaydir sirli quvvat meni ichkariga tortdi. Men bunga tayyor emasdim, lekin ichimda allaqanday his uyg'ondi. Qadrlanish istagi, erkak nigohida yo'qotgan qadriyatni qayta his qilish. O'sha tun men o'zimni boshqa ayol deb his qildim. Menga bir kechalik deb qaralayotganini bilsam ham, uning har bir nigohi, har bir ohangi meni o'ziga tortardi. Men unga qaradim, yuragimda galati iliqlik paydo bo'ldi. Men o'zimni yo'qotmadim. Men o'zimni topdim. Uning qo'li asta-sekinlik bilan bilagimdan tutdi. Qattiq emas, lekin qat'iy. Men yuragimning urishini his qildim. Yelkamga qadar har bir urishimda o'zini bildirayotgan ehtiros uyg'ongan edi. Sardor meni yonidagi yumshoq divanga taklif qildi. Yorug'lik xira, xona esa sokin edi. Atirgul va issiq tana hidi havo orasiga singib ketgan. Men uning yoniga o'tirganimda u menga tik qaradi, ko'zlarim ichiga kirib ketayotgandek. So'zsiz, ammo ta'sirli. Sen o'zingni eslayapsanmi, dedi u past, o'tkir ohangda. Balki bugun qaytadan topayotgandirman, dedim men. U sochimni orqaga surdi, yengilgina yelkama-yelka tegdi. U nafaqat tanamga, balki ruhimga yaqinlashayotgan edi. Nafasimiz bir tekislikda aralashdi. Har bir harakati sekin, biroq yoqimli zo'r berish bilan edi. U mening ichimdagi sirlarni ohangdorlik bilan ochayotgandek tuyuldi. U meni ohangli, muloyim ovoz bilan erita boshladi. Har bir so'zida nafaqat ehtiros, balki e'tibor bor edi. O'zini kuchli ko'rsatmoqchi emasdi, u meni tushunmoqchi edi. U mening tanamdan ko'ra qalbimga yaqinlashayotganini his qilardim. Men unga qaradim. Yelkam ochilgan libosim ostida yuragim hapriqardi. U qo'llarini belimga qo'yib, meni o'ziga ohangli harakatlar bilan yaqinlashtirdi. Quloqchinimga pichirladi. Bir kecha butun umr esda qoladi. Va o'sha kecha u menga ayollikni, qadriyatni va ehtirosni yana qayta his qildirgan kecha bo'ldi. U menga qarab turardi. Nigohida na hirs, na zo'rlik bor edi. Faqat iliqlik, istak va ohangdor jimjitlik. Men tanamda yuragimning qanchalik urayotganini sezardim. So'zlar keraksiz edi. U qo'llarini ehtiyotkorlik bilan yuzimga olib bordi. Barmoqlari yonoqlarimni silab o'tdi. Yelkamga tushgan sochimni ohang bilan orqaga surdi. Men esa ko'zlarimni yumdim va o'sha daqiqada lablari lablarimga tegdi, yengil, ohangli, sokin, lekin yurakni larzaga soladigan bir o'pich. Bu o'pich qisqa emasdi. Unda harorat, mehr va ayol sifatidagi qadriyatlarimga qayta bog'lovchi kuch bor edi. Biz quchoqlashdik, ohangli, mahkam emas, biroq yurakni quchayotgan holatda. Uning issiqligi tanamga, yuragimga kirib bordi. Men o'zimni yo'qotmadim, aksincha o'zimni topdim. Uning har bir nafasi, har bir ohangi meni yuragimdan ushlab, ohangli quvonchga aylantirar edi. U meni erkalardi, lablari yelkamdan sirgalib bo'ynimga tushdi. Nafasim tezlashdi, yuragim urardi, ammo bu yurak endi faqat qo'rqmaydi. Bu yurak hayajon bilan yashaydi. Biz bir-birimizga yopishgancha sukutda uzoq turgandek bo'ldik. Tana ehtirosi emas, qalb isishi hukm surardi. O'sha tun menga nafaqat ayollik, balki qadriyat, muhabbat va ishonch nima ekanini yana eslatdi. Ertalab quyosh nurlari yuzimni silaganida uyg'ondim. Sardor hali uxlab yotgan edi. Xona ichida sokinlik hukm surardi, lekin yuragimda bo'ron esayotgandi.
Kechagi kecha. Men uni unutolmasdim. Bu kecha faqat tanamni emas, ruhimni ham o'zgartirib yuborgandi. Ammo birdan eshik taqilladi. Ochsam Javlon. Ko'zlari qon qizil, sochi tozigan. U meni uzoq kuzatdi, keyin xo'rsinib: "Men xato qildim, Maftuna. Kechir meni, iltimos." U shunday dedi-yu tiz cho'kdi. Men jim edim. Ichimda gazab ham, afsus ham, hali to'liq ochmagan muhabbat ham bor edi. Men seni sevardim, hali ham sevaman. Men o'sha kechani har soat, har daqiqa esladim. Pul ketdi, uy ketdi. Ammo eng azizi sen ketding. Men sening ko'zlaringni, sening kulgingni yo'qotdim, dedi u titrab. Sardor eshikda paydo bo'ldi. U hech nima demadi, lekin nigohi qattiq edi. Erkaklar orasida jim qarama-qarshilik hukm surdi. Men esa ikkisiga ham qarab turardim. Bir tarafda meni izdan chiqarib, ehtiros olamiga yetaklagan Sardor. Ikkinchi tomonda meni yillar davomida suyib, ammo qimorga yutqazgan, ammo hozir kechirim tilayotgan Javlon. Men chuqur nafas oldim. Men endi tanlov qilaman. Hech kimga tegishli emasman. Men o'zimni, qadriyatimni, baxtimni tanlayman. Shu so'zlarim bilan ularni orqamda qoldirib eshikni yopdim. Men ko'chaga chiqdim. Bahorning ilk shamoli yuzimga urildi, xuddi meni uyg'otayotgandek. Yillar davomida men erim soyasida yashadim. So'ng Sardorning mehrli, ammo noma'lum dunyosiga kirib bordim. Endi esa men faqat o'zimman. Erkin ayol. O'sha kuniyoq ijara kvartira topdim. Kichkina, ammo sokin. Devorlari hali bo'yalmagan, derazadan tushayotgan quyosh nuri esa menga hayotning yangilanishini eslatardi. Ertasi kuni men yangi ish qidirishga tushdim. Ilgari ortga surgan orzularimni birma-bir ko'zdan kechirdim. Yoshligimda jurnalist bo'lishni orzu qilgandim. Endi esa qo'limga qalam olib yozishni boshladim, ayollarning hayoti haqida, ularning ichki kuchi, azobi va orzulari haqida. Birinchi maqolam yo'qotib topilgan ayol deb nomlandi. Unda o'zimni yozdim, ammo boshqalar tilida. Hikoyam tez orada ayollar blogida e'tibor qozondi. Men tanilmasdan, ammo ilhom manbai sifatida tanila boshladim. Bir kuni Sardor xabar yubordi. Agar yuragingda joy bo'lsa, men seni kutyapman. Sen hech qachon o'yin bo'lmagansan. Javlon ham yana yozdi. Faqat gaplashaylik, yana bir bor. Men esa javob yozmadim. Hozir men hech kimning soyasida emasman. Men o'z yo'limni boshladim.